Yurtimizning aksariyat hududlari ilgari mana shunday ko'kalamzor, daraxtzor bo'lmagan, lekin yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxtlar, ko'chatlar, archalar ekilib, mana shunday ko'zni quvnatadigan tabiatga, manzarali joyga aylantirilmoqda. Endilikda sizu bizni vazifamiz mana shu yashil hududlarni va daraxtlarni asrash hamda ularni doimiy nazorat qilish demakdir. Axir mana shunday soya salqin joy, manzarani kim ham xohlamaydi deysiz. Yashil makon platformasi Ekologiya vazirligi jamoatchilikni daraxtlarga nisbatan mehrli bo'lishga, ularni nazorat qilishga chaqiradi. Buning uchun sizlarga Yashil makon platformasi daraxtlar to'g'risidagi barcha ochiq ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu platformaning asosiy vazifalari respublikamizning barcha hududida ekilgan daraxtlarni aynan qaysi hududda joylashgani, ularning soni va hattoki qaysi turga mansubligi haqidagi faktlarni ham jamoatchilikka yetkazadi. Platformaning asosiy maqsadi mamlakatimiz ekologiyasiga befarq bo'lmagan fuqarolarning mazkur platformaga kiritilgan daraxtlar ustidan nazorat qila olish imkoniyatini yaratish, daraxt ekish jarayonini ochiq va shaffof qilish, har bir fuqaroni ekologik islohotlarga jalb etish. Platforma orqali siz onlayn xarita, ya'ni qayerda, qachon va qancha daraxt ekilganini ko'rishingiz mumkin. Foto hisobot, bu orqali ekilgan daraxtlar aks etgan suratlar joylashtiriladi. Fuqarolar uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud. Alohida daraxt ekish, muassasalar nomidan aksiyalarda qatnashish, tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash. Yashil makon platformasiga quyidagi havola orqali kirishingiz mumkin va bu yerdan o'zingizga kerakli bo'limni tanlagan holda barcha vazifalarni bajarishingiz yoki onlayn kuzatishingiz, hududlardagi daraxtlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Keling, ekologik barqarorlik yo'lida birga qadam tashlaymiz. Yashil va sog'lom kelajak uchun o'z hissamizni qo'shamiz. Shunday ekan, siz ham daraxt ekishni va uni nazorat qilishni bugundan boshlang.